Prezident samolyoti allaqachon aeroportga qo'ndi. Guvohi bo'layotganingizdek, O'zbekiston yetakchisi tashrifi munosabati bilan demak aeroportga qizil gilamlar yozilgan. Bortida O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lgan samolyot hozirgina AQShning Nyu-York shahridagi John Kennedy nomidagi aeroportiga kelib qo'ndi. Davlatimiz rahbarining Amerika Qo'shma Shtatlariga amaliy tashrifi boshlanmoqda. O'zbekiston prezidenti uchun ajratilgan kortej aeroportda. Guvoh bo'layotganingizdek, davlatimiz rahbari rafiqasi bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlariga Nyu-York shahriga yetib keldi. O'zbekiston prezidentining korteji davlatimiz rahbari uchun ajratilgan qarorgoh tomon yo'l olmoqda. E'tiborga molik bir jihat haqida aytib o'tmoqchiman. Juda ko'plab mamlakatlar prezidentlarini, yetakchilarini AQShning nisbatan quyi rahbarlari kutib olayotgan bir paytda O'zbekiston prezidentini AQSh prezidentining global hamkorlik bo'yicha maxsus vakili kutib olgani alohida e'tiborga molik nazarimda.